Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, hürmetli televizyon görüşler. Yeni bir katımda uçuk söhbet programımızın görüşünlerini kızgın karşı alımız. Ben Abdullah Yalqın. Kadirli görürmelerimiz, hemen ma'lum bolgandek yıllardan buyon devam kılayotgan programımızda milletimizge alaqadar bolgan meyli Şarq Türkistan davayımız bolsun veya ki ijtimoiy şu har qaysi devletlerdeki, Türkiye'deki cemiyetimizdeki xilma-xil mavzularni şu sahaninki alimlerini, mutaxassislerini teklif kılıp vaqti-vaqtida xilma-xil temalarda söhbət qilib kelyapmiz. Bugün şunun cümlesini tünügün e'lonimizda bergandek nayet muhim bir tema haqida to'xtalamiz. Bugün nayet kıymetlik mihmanlarım bor stüdyoda. Aldı bilen mihmanlarımı bir tanıştırıp özsem yanımda Nizamiddin Temkini hürmetlik. Nizamiddin Temkini efendim Xalqara Şarq Türkistan Teşkilatlar Birliği Maliye Mesulü. Yenideki kardeşimiz olsam da Muhammed Mecid Türkistan'ı, Şarq Türkistan İnsan Haklarını Gözetici Cemiyeti reisi. Şundakla Abdüsami Xotan efendim Şarq Türkistan Yaşlar Merkezi Mesulü. Emalardan kıymetli vaktin çıkarıp programımızı kadem taşırıp kılğanlıqlar için köp rahmet etimiz aldılar. Allah razı olsun. Kadirli görürmelerimiz programımız YouTube ve Facebook kanallarımız arkalı Naq Meydan'dan tarqıtılıp ekran alda çıkıp duruyatkan numarımız şundakla ictimai uçur vasıtırdaki alaqı vasıtlarımız arkalı programımızga alaqıları har qandaq fikir teklif bolsa berişinglarni, suallarыңlar bolsa soruşinglarni qilamiz. Şundaqla köpligen qeyindaşlarımızdan faydalanış üçün hem baharlap qo'yishni ham unutmaysizlar. Aldı bilen saat 6 degan to'q tünügün e'lonimizda texniklik masalalar sabablik bir saatga yaqin kechikib qoldik. Kechirim so'raymiz bütün görürmelerimizden. Endi bugungi yoshlar markazi haqida deyilmeyenler deb mavzu qo'ydik programımızga. Nima ish qilganda chunki bu Şarq Türkistan yoshlar markazi haqida yaqinda istiqlolda bir oydan oshdi uningga. Bu yerdagi shu har xil zaharlik moddalarga o'ginib qolgan xilma-xil sabablar bilan bu yoshlarimizningki sarguzashtisi so'zlangan bir qisqa film ularning og'zidan diqqatingizni sunduq va bir oyning oldida mas'uli Abdusami efendim bilan bu yerdagi xizmatning tafsiliy ahvollarini hammasini paranglashdik. Shuning uchun bugungi programmada bevosita bu markazningki boshqa bütün tafsilot ishlarini bütün ko'rmalarimizningki Istiqlol televiziyasidagi yoshlar markazi haqida o'tkazgan suhbatimizga havola qilib shu yerdan ko'rib olishinglarni umid qilamiz. Bevosita bugun vaqtni ching tutish uchun Xalqaro Şarq Türkistan Teşkilatlar Birlik tarafından o'tkazilgan shu Şarq Türkistan Ma'rif ve Hamkorlik Cemiyeti 14 yildan beri o'tkazayotgan shu yaqinda echilgan hammalarga ma'lum shu 5. navbatlik Şarq Türkistan Milliy Birlik Şurası ve 14. navbatlik Dünya Şarq Türkistanlar qaynaşık uçuruşida bu markaz haqida ait muhim bir qadam besildi bu yerda. Bugün hem xalqimizga bu yerda shu yig'inda e'lingan besilgan bu mübarek qadamni tanıştırış, ma'lumot berish haqida biraz paranglashib o'tamiz. Bevosita Abdusami efendim sizdan başlasam qolgan tafsilotlarni ko'rmalarimiz shu programmamizni ko'rib olsa, oldi bilan hamda yoshlar markazini qisqacha sizdan bir tunib o'tgan bo'lsak yana bir programmamizda yangidan ko'rgan ko'rmalarimiz nisbatan. Rahmat. Aldı bilan bizim shu programmaga chiqib xalqimiz bilan yuz kurashtirganlar uchun ko'p rahmat aytamiz. Rahmat aytamiz. Şarq Türkistan Yaşlar Merkezi qurulgani 1,5 yildan oshdi. Şu 1,5 yil ichida xalqimizningki şu ba'zi yosh bolalarningki yo'ldan chiqayotgan va zararlik chekimliklar ko'nib qolgan va boshqa og'ir darajada qiyinchiliklarga yo'liqqan yoshlarımızga xizmat qilib kelmoqda. Yani 1,5 yildan oshgan bo'ldi hozir qadar. Şu xizmatlarni qilib kelyapmiz. Hoş, köp rahmet. Onun kelmen müşahidlam sizden alsam. Mesela bu merkezde qanchik hizmetçi ishlaydi, qanchik balla paydalanib o'tdi bu yerdan hozirgacha.
bunu başlayalım. Yaşlar merkezimiz hizmet kirgenden bu yana hazır kadar 150 bala kirip çıktı. Yaşlar merkezimizdeki kapasite step koydu. Umumen sığımcallığı 32 kişilik. 32 kişilik. Hazır 27 kardeşimiz faydalanıyordu o yerden. Ondan başka yaşlar merkezimiz çıkıp başka işe uğurlaşkan ve chet elge yoki Türkiye'nin malum yerlerge işe uğurlaştırgan ballamı var. Hazır kadar toplamda cami 150'den artık yani balla kirip çıkıp bizdeki hizmetimizden faydalangan oldu. Bu yerde asaslıkla şu psikolojisi bozulgan, ballağa psikolojik destek verimiz. İkincisi şu eğer de okumakçı bolgan bolsa ahırgacha bulağa yardım verimiz. Ondan başka şu zerli çekimlikке könüp kalıp anadaki oңşalgan ballağa nispeten 6 aylık program şekilde programlarımızı devam kılımız. Yani bir bala zerlik çekimlik könüp kalgan bolsa bu balağa nispeten 6 aylık ders programımız var baştan ahire. Bu programını uğurlaştırış arkalık bulanın hizmetini devam kılıp kelyapmiz. Hoş. Yani köpüncüsü kança yaştan kança yaşqıcı ballar berdi? 16 yaştan 30 yaşqıcı bolgan arlıqdaki ballar. Hemmisi degidek zərlik maddeler uygunup kalan ballar mı? Ya hazır kadar 65 tek kolumuzda 65 san var. Ama bulanı biz bilgilerini alımız destekte. Yani o şu neyse künüp kalan balladın. Onun dinkin bulanı izlep berip tapımız, onun dinkin paranlaşımız. Paranlaş jarayonida özününki şuna bir iradesi bolsa, oңşuluduğan, normal hayatga qaytadigan bir iradesi bolsa, arzu kılsa, onundan keyin biz yaşlar merkeziga qabul qilamiz. Qabul qilgandan keyin bularniki aldı bilen iddivi xizmetini ishlaymiz. Onundan keyin programımızı başlaymiz. Yaşlar merkezimizde hazır 3 bala işləvatıdı. 3 bala işləvatıdı. Ondan başqa şu sağlık bilimleri üniversitetinde okuvatkan ballarımı bizlerge yardım kılıp kelyaptydy. Demek şoğunuzda olsa bu xil maddelerge ögünüp kalan balla İstanbul'da mesela uya kirip hazırgacha 150'ye yakın balla almışıp kalan bolsa sırtım yana nurgun insan ba degen gepim bunamdı. Sırtın ba çünkü etraftan anlavatımız bizning yaşlar merkezimiz tahi bilgilerini ep bulanmagan ballarımı ba. Ama özümüzdeki ahvalininkine ait az buluşu sebebi bilen biz hizmetimizde şunchalik devam kılalıdık. Bundan keyin taxımı içkirlep tekşiriş arkalık bularning sanının qanchalik ekanligini ve başka qarindoshlarning bu yaşlar merkezimizden faydalanıp özününki normal hayatıga qaytishiga yordam qilamiz deb bilaman. Xo'sh. Ko'pdan-ko'p rahmat. Nurmuhammad efendim şu albatta qarindoshlik uchrashishidan ait muhim bir qadam besildi bu vaqtda. U yerda ballarning ahvolini biraz anlagan bo'ldi bütün yig'in qatnashganlar. Endi siz o'tganki sanda Abdusami efendim programmada mesela bu merkezninki xalqimiz faqatlamda bu yerni bir texinbek qo'llash, mushundaq nimalarga o'rganib qolgan yoshlarimizningki bu xato yo'ldan qutulib chiqish uchun hassa qo'shishi kerakligini chaqiriq qilib faqatlam bu zararlik shundaq xato yo'lga kirib qolgan bolalarni bor deb gumon qilib qolmasin bu yerda. Boshqa oiladagi har xil masalalar sababli masalan uydan qochib chiqadigan bolalarmi kelyapti degan so'zni o'tgan qatim suhbatda qiftamda shu suhbatda shu diqqatimni tortamiz. Normalda hamda xalqimiz shu bunda bir merkezini anlasa mesela ko'pincha bolalar bunda har xil zararli moddalarga o'rganib qolgan bolalar shunda o'zgartirildi ekan bu yerda desa bu yerga asosiyatdan yıkılıştan biraz korkudu ya ki ballarını o etrafka evetişten ya ki evetişten korkudan esireydi. Bu noktada kanda düşünüşümüz gereksiz yani. Uzun yıldım ya siz elbette bu devam yılda hizmet kuvvetsiz. Köpten köp rahmet. Bu katımlı qarindoshlar uchrashishida millatimizningki ijtimoiy qismida real yuz berayotgan bir xatarlik tarafni yoki bo'lmasa o'zimiz uchrayotgan cho'ng bir raqobatlik masalani hamda qarindoshimiz Abdusami nayti aniq yo'ritib bergan bo'ldi. Bu tunji qadamliq hamda shu qarindoshlar uchrashish orqali shu munbar orqali butkul dunyo jamoatchiligiga qarindoshimiz Abdusami va uning atrofidagi o'zimizning ichidan chiqib
özümüzdeki bilimiden faydalanıp durup, özümüzden milletimizi bevosita menfaatlendirish ve bularni normal hayat qaytarıp keldigan bir programma şeklinde tüzgen bir xil bu çoğun bir supini bizga tunuşturdi. Hamda birinci olarak özüm şahsen bek suyundim bunundan. İkincisi bu mesela biz inçkilep qaragan chig'imizda bu yolg'izlar balalarninki yoki yoshlarninki buzulup ketishi yoki axloqiy nuqtasininki chekinib ketish masalasi emas bu. Bu jamiyatninki o'rtaq mas'uliyati bor, universal bir masala bo'lib. Buningda chetishlik tarafi bek ko'p. Agar izlanib ketgan bo'lsak, oiladagi ziddiyatlar, farzand tarbiyasi, ma'arif tarbiyasimiz, o'zimizning vatanda bo'layotgan zulmlar va oilalarninki sog'lom bo'lish bo'lmasligi va shundaqla shu yashayotgan to'pluluklarda yoki shu jamiyatlarimizda universal bo'lgan bizlarninki paravallıqımız, sağlamlıqımız ve şundaqla ilgilişimizge türkü bulduğun amillarınki yetersizligi qatarlıq nurg'unlagan taraflar chetildigan masalalar bu hamda. Lekin bizning Türkiye'de yaşayotgan insanlarımızdaki birincisi sanımız rasqıtan dünya seliştirgan çağda bek köp. İkincisi bu küçüş bizge sistemlik bir küçüş endisinden ötəraq biz korkunç endisi bilen küçüşten şekillengen bir toplum bolganlıq üçün bunun içinde şekillengen biz damalık kılam özümüz dikkat nazarımızı çetip bulamaydigan muşundaq meseleler. Bu yaşlarınki zəhərli çekimliklerge berilip ketişi ve şundaqla ailesideki ziddiyetler tüpeyleden koçalar qilib qilishi, terbiyesiz qilib qilishi, mekteplerden ayrılıp ketişi ve başka türdeki sağlam bulmagan adetlerge künüp qilishinin hemmesini bu qarindoshlarimiz nayt sistemli qalda özünün qo'ldan yollar bilan kesipleşken halda, tertipleşken halda çıkıvatqanligini bayan qildi. Bunun da qarindoshimizning bayan qilib o'tdi. Muntazam bir bina holatida hozir 65 tane qarindoshimizga mulozimat etkizganligi, hozir 32 odam foydalana oladigan bir muassasa qurilishning ichida 25 dedingizmi? 25 ga yaqin qarindoshimizningki o'zimizning vatandoshimiz, o'zimizning farzandlarininki bevosita bu yerdan manfaatlanayotganligi bu amaliyot hamma odam diqqat qilishga tegishlik, ko'ngil bilishga tegishlik va shuni qo'llashga tegishlik bir ish bu, xizmat. Xo'sh. Shunlashqa bu masalani sadece yoki nuqulda zaharlik tashlaydigan bu bolalar, shularning ishi ekan, bu chekib olgan bolalarning ishi ekan yoki buzilib ketgan bolalarning ishi ekan emas, millatninki bu haqiqatan bevosita ko'ngil bilishga tegishlik eng jiddiy masalasi ekan deb barliq oilalar, tashkilotlar, olimlarimiz, ulamolarimiz va insonlarimizning hammasi o'rtaq holda nihoyat jiddilik bilan muomala qilish tegishli bir masala. Chunki jamiyatning universal holda safolashishi, avlodlarimizning kelgusidagi sog'lomligi va shundaqla bizningki boshqa davlatlar yashayotgan muhitlarga beradigan ta'sirlarimizning manfiyleşib qilishning oldini oladigan bunday xizmatlarda albatta butkul jamoatchiligimizningki xuddi davoni qanchalik daraja so'ygan bo'lsak, bu masalani o'xshashlam qo'llash jihatdan bo'lsin, iqtisodiy yordam jihatdan bo'lsin, ijtimoiy jihatdan, ya'ni o'zimizning axloqiy nuqtasidan bo'lsin, nihoyat yaqinlik bilan ko'rishimiz kerak. Bu bolalarni xuddi o'zimizning farzandlarimizdek, buzilmagan bolasi bo'lsa-mu, buzilgan bo'lsa-mu, hammasi biz o'zimizning bolasi deb nihoyat ichimizga achiradigan chig'imizda, bularga yaqinlasha olgan chig'imizda va bularni o'zimizga qo'ynimizning ichiga ola olgan chig'imizda bularningki o'zgarishi, normal hayot qaytishi tizilishidi deb qarayman. Bu munosabat bilan qarindoshim Abdusami Xo'tan va atrofida xizmat qilayotgan 3 xizmatchi xodim va shundaqla 6 yordamchi o'quvchi Sharq Turkistonliklarga alayda rahmatimni bildirman. Shundaqla boshqa qo'llayotgan jamoatchilikka yana jamoatning nuqtasidanmi bir yordam berish, rag'batlantirishga rahmat aytish to'g'ri kelib qoladi. Ham onasi bu qatam Sharq Turkiston qarindoshliklar uchrashida tunji qatam ko'lamlashgan, shundaqla umumiy xalq o'rtaq qo'llagan bir vosita shakllandi bu yerda. Ya'ni bevosita o'zimiz mushu masalaga eng jiddiy muomala tutib, qarindoshlarimizning hammasi qo'ldan keladigan yordamlar bilan bevosita iqtisodiy yordam to'plash faoliyati qildik. Bu menchi bo'lgan chog'da bu ko'lamlashish kerak. Ikkinchisi xalqaralash kerak va shundaqla bu qurilmalash kerak. Yalg'izlar sadece Sharq Turkistonliklarninki bu qarindoshlarimiz bilgan iqtisodiy va boshqa yordamlardan o'taraq boshqa dunyoning boshqa yerida yashayotgan bizning masalamizga ko'ngil biladigan tashkilotlar, davlatlar, insonlar to'plami bu ijtimoiy masalamizning jiddiyligini yetkazishimiz va bu insonlarni o'zgartirishninki nihoyatda ta'xirsizligini yetkizish orqali universallashgan bir yordam
qurilmalarni vujudga chiqarish va shu orqali yolg'izlar sanjat cheklanayotgan yoshlar emas, umumiy millatimizningki universal safolashish qadamlarini tizilishga bir asas qo'shgan bo'ldi deb qaramayman. Ko'pdan ko'p rahmat. Haqiqatan deganingizdek, ya'ni bu Turkiyadagi bir yerda bu faqatlam dunyoning har qanday bir davlatda bo'lishi, har qanday millatda unda bir ba'zi bir turkum yo'ldan chiqilgan insonlarning bo'lishi tabiiy. Lekin muhojiratda Turkiyadagi bir yerda shundoq buning oldi elinmasa, bu atugün Uyg'ur millati Sharq Turkiston davosiga zo'r salbiy ta'sir ko'rsatgan bir masala. Buni kichigida darhol buning oldi elinib, shunday tashkilotlar birligidek buning bir igi chiqib har tarafdan. Shuning uchun bu programmani masalan bir qatimliq yig'indagi ha-hu deyish bilan to'xtab qolmasligi, butun ko'rilmalarimiz dunyoning har qaysi joylaridagi xalqimizning, chunki Uyg'ur millatining yuziga munosabatlik bir ishamdi. Ham bu yerdagi zaharlik modda degan dunyoning har qanday yerda yomon ko'rilgan va u boshqa jinoyatlarni oqisdan uningga xumor bo'lib qolgan inson hamda nurg'un boshqa jinoyatlarni boshlab keldigan bir xatarlik bir ishda shuningga erishish uchun. Shuning bu xalqimiz dunyoning har qaysi joylaridagi xalqimiz bunga ko'ngil bo'lib, bu markazdan texnik kasbiylashishi, u yerga doktorlarning, psixologlarning keltirilib sistemli holatda xalqimizning bu yoshlarimizni qutqizib olish, jamiyatga qaytarib kelish bu albatta da'voning yaqin va yiroqni o'ylagan vaqtimizda haqiqatan bek muhim bir qadam. Shuning uchun xalqimizning bu chaqiriqqa keng ovoz qo'shish uchun bir qatimliq sorunning ichida yig'ilgan bir moddiy yordamning bir hisobini xalqimizga bildirish uchun xalqimizningki bir qatim shu necha minutlik so'z bilan Abdusami apandining so'zini o'tirib qo'ydi. Shu sorunning ichida necha yuzlagan sorunda bor kishilar tarafidan yig'ilgan moddiy hisobni biroz bir xalqimiz berib baqsak, demak xalqimiz o'zlarining yoshlarini farzandi bo'lmagan bo'lsa, abay kim degandek, Nur Muhammad apandim degandek, bizning farzandimiz eng yaxshi o'qigan, eng yaxshi yetishgan insonlar bo'lishi mumkin. Ammo shuni o'ylashimiz kerakda, mening farzandim shuning o'rnidagi bir farzand bo'lib qolishi mumkin-ti yani. Unda mening beshim kelmaydi demaydi hech kim ham. Shu bu nuqtadan qaragan vaqtimizda hammamiz qo'limizdan kelgancha yordam qila olamiz deb qarayman. Nizomiddin apandim, siz ham xalqaro Sharq Turkiston tashkilotlar birligi moliya mas'uli bo'lasiz. Bu qatimqi shu maydonda yig'ilgan butun narsaga mas'ul bo'ldingiz va bundan keyingi bu yerga yoshlar markaziga bundan keyin sarf qilinishi ahvolini albatta nazorat qilasiz. Xalqimizga biroz bir ma'lumot bergan bo'lsak, qancha narsa yig'ildi bir so'rinda. Bismillahirrohmanirrohim. Bu qitimqi 5-qitimliq Milliy shura yig'inimiz jarayonida yoshlar markazi to'g'risida ma'lumot berilgandan keyin shu qitimqi o'ltirishni idora qilayotgan qarindishimiz xatolashmasam Abdusalom Qarajim ekan. Abdusalom Qarajim shu yerda yan to'plashqa yoshlar markaziga bir chaqiriq qilgan bo'ldi shu so'rindagi mehmonlarni. Hemen her şu sorundaki yığın iştirakçılarının hammasi teşkilat olsun, şahslar olsun bu çaqiriqqa ciddi ovoz qo'shib naq maydonda tashkilot tarafidan menchilik birimiz ya ben shaxs bo'lishim bilan menchilik biriman deb ba'zilar naq, ba'zilar yozdirgan bo'ldi. Meni diqqatimni tortgan bir narsa hemşirelerimizdenki fidakarlık oldu. Hoş. Bazılar şu yerde qo'ldan bilezikini chiqarib, belki o bileziki yo'ldoshi bir munosabat bilan hadiya qilgan qimmatli bilezik bo'lgan bo'lishi mumkin. Yoki mayli qimmatli uzuk bo'lgan bo'lishi mumkin. Yoki qimmatli halqa bo'lgan bo'lishi mumkin. To'g'ri. Şu hemşirelerimizin arasında bilezik ve halqa uzuk deganga o'xshagan qimmatli oltin buyumlarni şu yaşlar merkezideki hemen yanında yaşlarga illik yetkizish merkezi deb atashni to'g'ri ko'rmi? Şu merkezga iqtisodiy yordam qilish yuzidan shu yerda qo'llardan chiqarib naq maydonda fidokorlik bilan qilgan bo'ldi. Buni u yerda biz kimoshti qilib sitib shu yerda naq maydonda qarindoshlar bas-basda, garchi u uzuk misol ya 4 gram ya 5 gram
Kıymeti ya 4 ming ya 5 ming liralık bo'lgan bo'lsa, qarindoshlarimiz u yerda onun kıymetini mesela 10 ming, 12 ming liragacha setib olgan bo'ldi. Xo'sh, xo'sh. Ramziy bir şekilde. Allah razı olsun hemşerilerimizden. Yani hakikaten bu fidakarlık, bizdeki bu ruh, hemkarlış ruhu bizde ölmekti. Şu hemşerilerimizde şu ruhun ki şu meydanda ciddi bir şekilde besbesli ortaya çıkışı hakikaten ne ötükerge vakti da bütün halkımız yana buna okşayan işlerde olsun, meyli başka işlerde olsun. Milletin ki meselesi ortaya çıkan vakti da her kandak kişi yani maddi manevi taraftan fidakarlığını ortaya koyalaydıken degan bir işenç geldim ben. Hoş. Bu kardeşlerimizden Allah razı olsun deyim. Hem de biz Milli Şura yığını da bu Yaşlar Merkezi'ninki doğrusu bir ihanı yığılgan oldu. Tabii halde bu sorunda düşken pul ve naknesini biz halkka bir rapor şekilde bildirişimiz zorul. Çünkü bu pul Teşkilatlar Birliği'ne alakadar boğan pul bulmaganlık için bu pulunu biz şu yerde iyi olap yığıp yana Yaşlar Merkezi'ne tapşırdıgan yoki Yaşlar Merkezi'ne sarf kıldıgan pul boğanlık için Abdusami kardeşimiz bir yerde bu arkalık. Şuna bir yerde millet kim o? Yani pulun yığılganlıkıdan o yığında adamın haberi var. Belki dünyanın her tarafları ketti. Qanchalik pul yig'ilib ketgan deb munda bir nima bo'lmaslik uchun bahanasi hammasi o'rtada son sifiri bilan. Shuning uchun buni bir ozroq ochiqlama bersak yaxshi bo'ldi deb qaragan bo'ldik. Endi yig'ilgan pullardan toplam Türk lirası toplam naqdisi olab 68.023 TL pul yig'ilibdi. Bundan naqdlashgani 62.923 TL. Türk lirası. Qo'limizda naqd kelgani 5.100 TL nisi. 19.000 kron Şvesiya kroni toplam yig'ilgani. 9.000 Şvesiya kroni naqdlashibdi. 10.000 Şvesiya kroni nisi. 3.650 dolar Amerika doları toplam. Bundan 1.890 dolar naqdlashibdi. Xo'sh. Şu meydan yig'ilgan yoki keyin hisob qilingan bo'lib qo'yamiz. 1.760 dolar nisi. 2.755 euro toplamda va'da qilingan va naqdlashgan bo'lib. Bundan 1.555 euro naq hesabqa va qo'limizga shu maydonda berilgani. Nisi qolgani 1200 euro. Xo'sh. 7800 Avustraliya dollari. Toplam. Bundan 5800 Avustraliya dollari naqdlashibdi. 2000 Avustraliya dollari nisi. Bu holatda toplam 290.615 Türk lirası. 290.000. Yani 291.000 300.000'ga yaqin pul naqdisi olab şu yerda yig'ilgan bo'ldi şu Yoshlar Merkezi uchun. Xo'sh, xo'sh. Qisqacha tafsiloti hisobotniki bu. Albatta hakikaten yani bir sorunda Abdusami efendim sizning kimdadir Yoshlar Merkezininki mevcut halıda bir ayda qanchik chiqim bo'ldi? Hazır 3 kişi işlevatımız dedim. 3 kişinin 2 kişi sırttan yardımcı bulup işlevatıdı. Yani mühim fedakar bir şekilde ama alaka bizninki şu yerde mukum durup işleşike hakikaten ihtiyacımız var idi. Ben mukum şekilde işlevattım.
ve cami ayda 27 bin lira. Yani bu yakın 3 ayda 22 binden 27 bin liragacha pul ketaylik. Xo'sh. Ama bu Ayağının icaresi degandek. icaresi yok bunu da. Fakat binanın icaresi yok. Yok, binanın icaresi yok. Binanın icaresini muşu bina açılgan vaxtıda bir ustazımız üstüge ağan idi. Ama bir yıllık ağan idi bunu. Bir yıldan keyin başka bir ustazımız kılıp kilovatıdı ama hazır o akımız mı mema kıpıranmay memanından keyin mening mo qiyinchilikim tijoratlarim yaxshi bo'lmayotdi degandek qarashlarni o'ttirib qo'ygan bo'ldi. Biz mo shu yilning oxirigacha bir kuchab berishi tegishli ekanligini, bu xizmatning nihoyatda muhim ekanligini agarda qilmagan taqdirda jamiyatda bu turdagi ishlarninki ko'payib qoldiganligini eskartish orqali biz 1 oygacha 12 oyning oxirigacha ruxsat olgan bo'ldik. Ammo 1 oydan boshlab bunisi noma'lum 1 oygacha biz buni paranglashib yana qayta agar ijara hozir ijara berilyotdi ammo biz tarafidan berilmayotdi. Başka bir ustazımız tarafidan berilyotdi. Ammo 1 oygacha bermoqchi, ammo 1 oydan keyin hamda qancha pul oladi egisi qancha pul beramiz onu shu vaqtda nima qilsak bo'ldi. Ammo hozir shu o'rtalama 27 ming TL atrofida bo'layotdi. Ammo bu yerga mumkin bo'lsa, yana iqtisodimiz yer bersa 2 yoki 3 kishi atrofida ishga elib bularni xizmatimizni qilishimizga ehtiyojimiz bor. Chunki bir oilada ailenin psixologiyasi buzilgan vaqtida yoki bir oilada bir bola xafa qilgan vaqtida ota-onasini bu balaning o'zi ham uning qarindoshlari ham ota-onasining psixologiyasi hammasi buziladi. Ya'ni biz bularga yaxshi bir xizmat elib kirish uchun yolg'iz ya da vaqtli xizmat qiladigan bolalar bilan buni qilib ketgili olmaydi. Bularning oldini olish uchun cho'qim bir qanchalagan o'zining kasbida yetishgan bolalarga ehtiyojimiz bor, qarindoshlarimizga. Bularni ish qilish orqali qilsak bo'ldi. Inshaalloh shu tashkilotlar Muşu qatimliq 5-chi qatimliq shura yig'inida bizni desteklaganga o'xshash bu destekni davomli qilib bersa yoki bo'lmasa hajmini biroz yo'g'nitib bersa biz keng ko'lamli bir xizmat elib bora olsak jamiyatimizda bundan keyin bunday ishlarniki oldini og'ili bo'ladi. Hamman bunga ishonaman. Xo'sh. Ko'p rahmat. Nurmuhammad efendim, men shu albatta Abdusam efendim o'tgan qatimliq suhbatimda har qanday bir bilganki muajiratdagi bu hayotimizda bo'lib boshqa davlatlarda bundaq tilga ilinadigan shaklda anglab baxmadim hozirgacha. Bu masala haqiqatan insonning hamda ichini qayg'u soladigan bir masala hamda sirtilgan. Buningga o'tgan qatimliq suhbatim debtamda bir bu bolalar bundaq atrofidagi askarlar aralashib qolib bundaq ko'nib qolibdi deb oddiy qarz bo'lmaydigan masala. Buningga sunilayotgan cho'qim bir qari qo'llarning bor ekanligi aniq o'tirdi hamda. Tashkilotlar birligi va bu yerda masalan tashkilot nurg'un tashkilotlar birlikda harakat qilayotgan. Ham sizmi yillardan buyon ko'chmanlar advokatligini qilib kelayotgan bir kishi bo'libsiz bilan. Bu qari qo'llarning qo'lini kesadigan qonuniy jihatdan bir harakat qilinishi kerak emasmi, buni o'zi qanaqa qaraysiz? Bu savolninki endi bir qancha joylar chetiladi bu. Davlatninki shundoq qonunsiz zahar tijorati, zaharlik chekimlikka ko'nab qolganlarni boshqarish, tarbiyalash, o'zgartirish mulozimatlari va shundoqla jamiyatninki universal bir mulozimat sifatlari qatorliq omillar chetiladi. Bizning miyada bayotimda o'tib ketdim. O'zimizning ko'chman bo'lgan Sharqiy Turkistonliklarninki Turkiyadagi qatlimiz bir qadar murakkab. Buni e'tirof qilishimiz kerak. Bizning o'zimizning safalashgan, sistemlashgan bir sistemidan kelmagan bo'lgandan keyin bu yerda ko'z qarashdagi bo'lsin, turmush odatidagi bo'lsin, oiladagi munosabat jihatlardan bo'lsin, iqtisodiy omillari, ishga urilish, maktabga urilish qator nurg'un omillarninki yetersizliklari sababdan kelayotgan bu omillarga qo'shilib, ya'ni shu biz yashayotgan Turkiya jamiyatining ichidagi zaharlik chekimlik atkazchiligi, zaharlik chekimlik jinoyatlari, setish
ötkeş qatarlıq cinayet amellari ve muşulardan şug'ullangan insonlar yoki qara guruh to'plarining mushu bizningki balalarimizningki avlodlarimizningki buzilib ketishiga albatta ma'lum ta'sir bor deb qaraladi. Bu yerda asosan biz buni to'sish kuchi deb o'tgandan tavsiya qiladigan rayonlar deb desak menimcha to'g'ri tushundim deb qaraman. Davlatninki, Turkiya davlatininki zahar tashlash organlari ve shundaqla qonun ijro organlariga hamda mushu narsalarni sistemalik ma'lum qilish va o'zimizning qilayotgan xizmatlarning mohiyatini tushuntirish. Davlatninki mumkin bo'lsa mushu turlarga yordam beradigan agar bo'lsa, mushu Turkiya davlatining bo'lsa, shu mulozimatlardan bahramand bo'lish va bularni ulash. Hammadan muhimi bu ishni o'zimizdan boshlaylik degan ekanmiz. Bu biz uchrayotgan ijtimoiy kasallik masalasi bo'lganlik sababdan bu millat buningga universal holatda ega chiqish kerak. Buningga sistemalik holda va qarorlik holda zarba berish kerak buningga. Bu zarba deganimiz bularni urib jazolash emas, bularni eng yaxshi mehrlik yo'llar bilan sog'lom bir hayotga qaytarib kelish masalasi bo'ldi. Chunki biz hammamiz alhamdulillah musulmonmiz. Rasulimiz ko'rsatgan Alloh subhanahu va taolo aytadi, bir insonningki qutulib qolishi amaliyot butkul zamindan qutulib qolishi o'xshaydi. Xo'sh. Bu noktadan elip etken çağda bularmı bizdek musibette, ağır ahvalda kalgan bir milletinin, vatanının içinde Xitaylar tarafından kılıvatımız, vatanının sırtında nurgulgan kıyınçılıklar duç kılıvatımız, nurgulgan musibetlerini peşimizden geçiriyoruz. Bu halette bizge tekdim müşük buluvatkan bu ictimai kesellik amılığa nahayeti sezgürlük ve ciddi karaş bile muamele kılanmaya kalkarsa o çağda biz it's too late yani keçikip kaldı o. Ülgürüp bulamayız bununla. Şunun aşağı bayatın kırınışımız mı dedi. Bunun galıqı yalğızlamılık bayatın toplangan pulunu hesaplap çıktım mı yani? Bununki icardan başka çıkımıga şu bir yıl yetkili pul yığılıp berdi. 290 ming TL degeni 27'ge bölüdigan bolsak, naq 12 aylık teminatıga gidedi ekan da bir bu 12 aydan tugaydigan bir qurilish xizmati emas bu, bino xizmati emas. Bu uzun suzilgan bir kurash xizmati, tarbiya xizmati va shundaqla insonlarning siliqlanish jarayoni bo'lganlik sababdan oilalarga mehribanlık etkizişin dedi. İnsanlarımızın hemmisini birbirine bağlaş jarayonini dedi. Ve şundaqla cemiyet tertibini güzelleştirişinin ki bir emni hizmeti bo'lganlik sebepten her bir aile, her bir Şarkı Türkistanlık avval üzüden başlap bununla yardım beriş ideologiyasını, yardım beriş yollarını ve yardım beriş prensiplerini düzüp çıkıp özü yaşayotgan devletlerdeki muşunun münasebetlik sistemalarga, muşunun münasebetlik insanlar topuğa müracaat qilishni tavsiya qilamiz. Bu orqali mush xizmat ko'lamlashgan chaqda qarindoshlarimiz aytganda sahiya fanlar bo'yicha o'qiyotgan qarindoshlarimiz hozir kasbiy jihat yetishib, bularningki mayli psixologiyalik holatininki asliga kelishi jihatdan bo'lsin, sog'lomligining asliga kelishi bo'lsin, ish tepish imkoniyatining yaratilishi bo'lsin, yoki bo'lsa maktablarga qaytish va ota-onalar bilan birga jam bo'lish va shundaqla yaxshi go'zal bir kelajakni barpo qiladigan bir to'plamning shakllanishiga bir ul sog'ini bo'ladi. Bu narsa naq biz ko'zlayotgan millatni qutqizish xizmatininki eng unumlik, eng jiddiy va shundaqla eng qo'lga chiqa oladigan bir qismi deb qarab, buni o'tish kerak. Anandan oxirida yanılam mayli Turkiya davlatininki ishida bo'lsin, albatta bu cho'ng davlat bo'lish sifati bilan albatta qonun ijro qilish organlari, mushundaq xizmatlarga yordam beradigan tashkilotlari va nurg'un spullar bo'lishi mumkin. Abdusami qarindishimiz lam emas, mushu sohada bilimi bor. Mushu davlatda ilgari kelgan, mushu davlat sistemini yaxshi tushunadigan insonlarimizmi? Mushu xabarni olgandan keyin undaqda men sizga murojaat yordam qilinmagan taqdirdami, men sizga ulashtirib qo'yay. Yoki bo'lsa xalqaro Qizil Kirish jamiyatininki shunday ishlarga yordam bergan programmasi bor. Birlashgan Davlatlar Tashkilotininki maxsus shunda turdikilarga yordam bergan programmasi bo'lishi mumkin. Shu rayondagi ahvolga qarab. Undan boshqa Türkiye'deki Kızıl Hilallar Cemiyeti olsun, Müslümanlar Cemiyeti olsun, başka biz faaliyet kılıvatkan devletlerdeki Müslüman teşkilatlarının bunun tutkan ciddi inkasını yani İslami noktadan, insanlık noktasından, yani bu mesela Şarkı Türkistan'ın azıcık musibet noktasından bozma, derru olan bunun gayet teşvikat, yardım veriş mekanizminin ortasını ahirde yine tavsiye yapılmaz. Ama bayatın ki nemeli de ötte, sahiye peller boyunca okuvatkan kırındaşlarımızdan ki üzüne alıqı bevasıta vaxtını çıkarıp yardım veriyor. Bulağı mı? Mümkün olsa mükafat şekilde azrak bolsun yardım verişke. Çünkü bu yardım veriş
ularning yolg'izlam iqtisodiy jihatdan ko'tarib qo'yish emas, ularga berilgan mukofot deb qaraladi. Chunki bu xizmatni qilguvchilar shu zaharli chekimlikka va boshqa axloq chiriklashishga yuzlangan bolalarimizdan o'taroq besim urish keladi. Chunki bular nurg'un odamlarning hikoyasini anglaydi. Nurg'un odamlarning oilasi kelib chiqishi, bularga uchragan majrolarni anglaydi. Albatta bu aylanib kelib bularning psixologiyasiga ta'sir qiladi. Bularning sog'lomligiga ta'sir qildi, bularning oila munosabatiga ta'sir qilishi mumkin. Shu sababdan bu qarindoshlarimizning xizmatini yuqori darajada bir mukofotlash va bu qarindoshlarimizning xizmatini samimiy qo'llash va shundaqla bularning sijilchanligi va uzun suzilgan kurash jarayonida universal bir yordam qurilmamizni shakllantirish barliq Sharqiy Turkistonliklarga, Sharqiy Turkistonliklarni tushungan to'plamlarga, davlat sistemalariga va ijtimoiy qurilish turlariga munosabatlik deb qaraganligim uchun yana bir qitim mushu suhbat orqali Istiqlol TV'si orqali butkul dunyodagi qarindoshlarimizga samimiy bir tavsiyamizni beramiz. Ko'p rahmat, Alloh razı olsun. Hakikaten biz mi Mehmet yuqori deganimdek bütün xalqimizni bu harakatga, bu yoshlarimizni qutqizish uchun keng ko'lamli dunyoning boshqa har qaysi joylaridagi xalqimizning qo'ldan kelgancha harakat qilishini orzu qilamiz, umid qilamiz. Bu qarindoshlarimizninki aloqa qilishish uchun balkim tunji qatim ko'rganlar bo'lishi mumkin. Bizning ekran oldida chiqib turgan nomerga uchur yazsanglar, biz bevosita shu harakatni qilayotgan, yordamlarni yig'ayotgan qarindoshlarimizninki tashkilotlarning nomerini darhol sizlarga yo'llab beramiz. Buni deb qo'yay. Oxirida Nizomiddin Tamkin apandim shu xalqimiz normalda ham o'sha o'lmalar birligida xizmat qilyaptilar. Bu ijtimoiy yordam bu ishlarni hali uzundan buyon sizlarni bundan burun ko'p suhbatlarni qildik. Normalda ham xalqimizda yaxshilik chiqim qilish masalasida eng yaxshi yerni savob ko'p bo'ladigan masalan o'quvchi bolalar, taliblar bu degandek shunday yerga yordam qilishni bakrak xohlaydi endi. Bunda bir narsa anglagan vaqtida normalda bir xil ailesi bundan işini yaşap bakmalılar, bir xil yirginip yoki yiroqroq tursam bundan deb xuddi savob bo'lmaydigandek bu yo'lni mesela qaraydiganlarmi bo'lishi mumkin hamda. O'sha ishga qiz xalqimiz gibi gap qilsa shuni tugatgan bo'lsak. Bu masalada biz yuqorida Nurmuhammad efendim deb o'tgandek bizningki millatimizningki ichidagi mayli bu tuyuq yo'llarga kirib qolganlar bo'lsin, mayli boshqa egizpas yo'llar dastlab shugun bo'lsin, hammasini biz tang quchoqlay olishimiz kerak. Xo'sh. Bu intayin muhim omil. Da'vo yo'ldagi muhim omil. Shunga anda bo'lgankan yuqorida sildab o'tgandek qarashning o'zi balkim ba'zilar shunda o'ylashi mumkin. Ama meningki shaxsiy nazarimda bugungi vaziyatda bu qarindoshlarımızga illiqlik yetkizish, ularni qutuldirib qilish, ustimizga muhojirat yashayotgan shaxslar ustiga, xususan iqtisod egisi bo'lgan tijoratchi va shirkat egalari bo'lgan qarindoshlarımızning ustiga vojib. Yani farz bo'ldi endi. Xo'sh. Buna o'xshash ishlarda ular kuchimiz kim kuchaydi? Milleti senin yüzün yani. Senin mi yüzün tükülüşü sebep? Elbette. Yani şu qarindoshlarimizni yuqorida qarindoshlik deb o'tgandek quchoqlashimiz kerak. Mehr muhabbet yetkazish orqali, yaxshilik qilish orqali ularni yaxshi yo'lga so'rab kira olamiz va qilayotgan ishlardan buni bir necha tipik misolni bera olamiz. Mana men bizdan chiqata bu Abdusamiy qarindoshimiz bilan şu toplantıda bo'lgan bo'ldik. Hatta men biz ikki ballani ishqimi bizga tavsiya qilib, chiqib ishga o'rlashtirib qilgan bo'ldik. Shu ballar tuzalgan ballardan. Buni o'xshagan ishlar, ya'ni maqsad u yerda faqat lakim ularni shu ishdan tezdiriblam yo'lga solib qo'yish emas, ammo ularni ya'ni ma'lum bir ijtimoiy hayotini kapolat qiladigan bir ishqimi ega qilish bu merkezin maqsadi. Xo'sh. Bunda bo'lgankan bu yerda islohot degan gap o'rtaga chiqdi vaqtida. Islohot degan narsa o'rtaga chiqdi. Millatning islohoti uchun mablag' silish kerak boylar. Buni o'xshagan yerlarga sanmasa, nega soldi pulni? Buni o'xshagan qarindoshlarimizninki tuzilishiga yordam qilmasa, nega yordam qiladi?
To'g'ri. Ko'z ko'rinishga naq yordamni Qur'on kursi qilsak, Qur'on o'qib turgan ekan, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bir harf o'qisa 10 savob degan hadis, sahih hadis bor. Naq savob erişiman deydi. Maşının özü onun öte naq savob endi. Xo'sh. Bir canını qutuldurup alsak, bütün dünyanı qutuldurup alganga o'xshash. Qur'on Karimda "Ve taavanu alal birri vet taqva ve la taavanu alal ismi vel udvan" deydi. Bu yaxshilik hamkorlashish, adolatni barpo qilishga yordamlashish. Alloh subhanahu va taoloninki bizga buyurgan emirlerden birisi. Ko'p rahmat. Alloh razı olsun. Shuning uchun bu suhbatning oxirida bütün xalqimizga imkoniyati bor yor bergan qarindoshlarımizga dunyoning har taraflaridagi bu qarindoshlarimizni yoshlar markazininki xizmatini qo'llashi va moddiy destekini verishi, hech bo'lmagan vaqtida shu qarindoshlarimizningki to'g'ri yo'lga yetaklashiga duo qilishini umid qilaman. Allah hammalardan razı olsun. Ko'p rahmat, Allah razı olsun. Hurmat efendimiz. Bu ikkimiz bir qo'shimcha qilib qo'ygan bir nuqta bor. Men ma'ni bayatin buni ahamiyati to'g'ri so'zlandik. Mayada shakllangan bir andiza, ya'ni bir institution deymiz ingliz tilida, ya'ni bir organ, muassasa qurilish to'g'riliq bir so'z berib qo'yaman bu yerda. Mushu qarindishimiz, mushadiki xolis niyatlik saxovatchilar, savdogarlar, Türkiye'de yaşayotgan qarindoshlarimizningki baş yardım keldi, shundaymi? Shunday. Shular orqali mushu muassasa qurilishini tiklatdi. Am normalda boshqa davlatlar qarab baqayli. Kim qildi bu ishni? Davlat qildi. Davlat qildi. Ya'ni millionlarcha dollarni sarf etib, bu yerga rehabilitation yoki bo'lmasa asliga qaytirish, zahar chekimni tashlash yoki normal hayot qaytish deganda programmalarni, sistemlashgan programmalarni nurg'ulg'an odamlarni, xodimlarni ishlatib, muassasa qurilishlarini sahihlashtirgan yoki bo'lmasa mukammallashtirgan ahvolda qurilmlashtirgan ahvolda xizmat qiladi. Ammo shu xizmat mening bahosim bo'yicha mush qarindishimiz amaliyotda bir davlatning sistemasi qilinishga tegishlik bir organning xizmatini qilaverdi. Yani buluğa endi Allah subhanahu wa taala texidimmi yaxshi yo'llarini ochib berishini, hidayet berishini ve shundaqla xizmatida va boshqa o'zining irodalari chang bo'lishini so'raymiz. Yani albatta bayatimda o'tdi qarindoshlar, bu muassasa qurilishi bizga o'xshash vatansiz qolgan vatani bo'lishni orzu qilayotganlarninki qurishga tegishli bir xizmat deb qarash kerak. Ya'ni shaxsan men Avstraliya nuqtasini elib aytgan bo'lsam, Avstraliyaning har qaysi shaharlarida bunda xizmat turlaridan organlar nechisi bor. Shuning umumiy mablag'ini jo'qlab boqadigan bo'lsa, milliard dollarga yetadi. Ama aşının içinde hizmet kütülüyotgan yoki bu mulozimlardan bahramon bo'layotgan soni malnikidek jiq olmasa mumkin. Ma'lum bir rayondagini elib aytgan bo'lsam. Bular hozir dedi 150 dan dedingizmi? 150 dan yuqori odam hozir 1,5 yilning ichida kirib chiqib, mushularning mulozim bahri bo'pti. Ba'zida ish o'rni qaytibdi, ba'zida oilasi qaytib kelibdi, turmush quribdi. Ne kadar güzel bir ish ya bu. Shunlashqa bu nuqtani qurilma jihatdan o'zimizningki oldi bilan bizning Sharq Turkistonliklarningki mukofotlashiga, ananinkin boshqalarga tavsiya berishiga, men berish bilan birga yana qarindishimningki boshqa talablar bo'lishi mumkin. So'zni oxirida sizning oxirgi bir so'zni olsangiz. Nurmat akamdan, Nizomiddin Hajim akamdan Allah razı olsun. Ayet qimmatli fikrlerini bayon qilib o'tdi. Oxirida demoqchi bo'lgan so'zim, gapim xalqimizga. Yakından bu yani qaytadan, yani 2 ay bo'lib qolay dedi. Qaytadan avjab ketdi bu mesele. Fakat Türkiye'de emas, bütün dünya miqyosida ciddi bir şekilde avji elevatıdı. Bularni burun şu 16 yaşdan yuqori, anadaki 20 yaşdan yuqori degandek shunda kishilar, shu yoshdagilar nishon qilingan bo'lsa, hozir 10 yaşdan yuqori, yuqorisi qancha yoshgacha bo'lsin, hammasini nishon qilib turib, bularga har xil yo'llar bilan kamp deb, anadaki boshqa tatliq deb degandek og'ziga sap qo'ydigan mushunday ishlar nihoyatda kichik guruhlar tarafidan nihoyatda avjab ketib boradi. Yaqindan buyon shu Zaytunburnu, Safaköy, Patin rayonlaridami Uyg'ur bolalarga shu shaklda
bir narsalarni yuguzib qilgan ahvollarmi mavjud, bularni ko'rgan bo'ldik. Bu masalaga qarata faqatlam yoshlar markazi bundan mas'ul bo'lolmaydi. Bundan mas'ul bo'ldiganga ulamolarimiz, siyosiy tashkilotlarimiz, ondan boshqa hammadan muhimi shu oilalar bularga ega chiqishi kerak endi. Ega chiqishi kerak va shunda ahvollar yuz bergan vaqtining o'zida bizga uçur bizga uçur berishi va uning yegan narsaninki, iste'mol qilgan narsaninki qandaqligini tekshirishi va ko'z quloq bo'lishini men haqiqatan bak umid qilaman. Shu oila bak muhim, oilada bolalarga ko'ngil bo'linishi, undan boshqa oilada mumkin bo'lsa shu jidal qilmasligi, anadagi shu madrasalarda o'qitish ishlarida bo'lgan ba'zi xabarlarni anglayapmiz. Mesela bizning shu yoshlar markazimizga kelgan bolalarning ba'zilari madrasadan chiqqan bolalar bu yerdagi ba'zi usullarning o'zgartirishi kerakligi to'g'risida men tavsiya qilaman va bularning jiddiy bir shaklda diqqat qilishi bu masalalarga. Bir bolaninki ziyonkashlikka uchralishi degan o bolaning hayotining nobud bo'lishi deganlik bo'ladi. Bir bolaning hayoti nobud bo'lsa, uni qutqizib qaytirib akilish, ya'ni bizningki eng az 2 yilimizni oladi degan gap. Shunga butun xalqimiz bunga hushyor bo'lishini men alayda tavsiya qilaman. Oxirida shu xizmatimiz boshlagandan buyon hozir qadar mayli Turkiyada bo'lsin, hozir qadar ham da asosli Turkiyadagi tijoratchilarimiz, cho'nglarimiz yordam qilib kelgan bo'ldi. Shu qatimliq yig'inda chet eldan kelgan cho'nglarimiz yordam qilib to'plab bir narsalar yig'ilgan bo'ldi. Men bularning hammasiga chin ko'nglimdan rahmat aytaman. Alloh ulardan rozi bo'lsin. Bundan keyin shu muassasamizning taraqqiy qilishi va jamiyatimizning tuzilmasining buzilib ketmay, taraqqiy qilgan holda olg'a ilgarilashi uchun bizga destek bo'lishi, bizni kuzatishi, bizni tekshirib kelishi qatorli ishlarda ham nafas bo'lishini men umid qilaman. Oxirida shu bizni ekran oldida ko'rayotgan barliq ko'rmanlarga chin ko'nglimdan rahmat aytaman. Hammalardan Alloh rozi bo'lsin. Ko'p rahmat. Alloh razı olsun. Qo'shib qo'ygan bir nima shu Allah razı olsun. Hazır kadar köp kişiler verdik. Allah meyle biz belki bank hesabına yollagan buldu. Bazıları nakit belgen buldu. Biz şu topta bir top yığımına ötülen top kurulgan. Şu topta biz bank hesabını nımıqantık. Yollagantık. Başka şu bir emmeye kalgan kırındaşla aldıraçlığı sefer kılıp ya ki Türkiye'nin sırtı ketip kılgan bazı kırındaşlı vardı. Bularning vaqtidaroq ular va boshqa butun ko'rmalarimiz bizzat buni va'da qilgan narsani vaqtida bir o'tishini uni umid qilaman va shuning bilan birga bu markazga boshqa qarindoshlarimizning moddiy tarafdan iyonlarni yo'llashini umid qilaman. Assalomu alaykum. Bu yalnız maddi emas. Men Türkiye'de yaşayotgan aile, kırındaşlar ve muşi sahada yüzü tecrübesi yok ya bilimi yok ya jirgini vatqa adamlar mı? Mümkün bo'lsa muş merkez kelip muşlardan bevosita bir munosabat o'rnatishninki ahamiyatining borligini bir eskartib qo'yadi. Chunki bu hammamiz bir-birimizga amanet insonlar. Albatta bir-birimizga ko'ngil bilish narsamiz hozir eng yuqori talab qilinayotgan sharoit ostida mushunda yerlarimizga kelalsak bo'ldi. Chunki G'arbning sistemasida turmalarda maxsus ashlarning axloqiy o'lchamiga yordam bergan sistemalar bor. Ashlar odamlar bor ziyorat qiladi. Agar bizning o'zimizning bolamiz ular qolgan bo'lsa, kunda bir boramiz, tomoq olib berib turamiz, kiyim olib berib turamiz. Mushi bolalarga o'zimizning qo'lidagi tama ko'ltular. Inson tapqani gul keltirib tapmag'ini bir bosh piyoz degandek, pul beradiganlar iqtisodiyot yordam qilsa qarshi oladi. Ama pulum yok dediği kelip aşılarga bir tebessümünü berse Resulümüz Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem degende kimi ki sadaka tapanmaygan bolsa külüp qarasın onunga u sadaka aylan degandek bu şunda bir yaxshi bir keyfiyat şekillensin degan bilan sözümü aqlashdim. Rahmat. Ko'p rahmat. Alloh razı olsun. Hammaga rahmat etamiz. Qadrli ko'rmanlarimiz, shunday qilib bu qatimki suhbatimizni mushada oxirlashtiraylik. Yoshlar markazi haqida deyilmagan gaplar bugun gayet güzel değildi deb o'ylayman. Oxirdagi Abdusami apandimning so'zini texmi ta'kidlashga tegishli so'zlar hammalarga ma'lum ijtimoiy uchur vositalarida
şu gruplarda bir qancha qatim ham bahirlendi. Bulupmu şu bütün ata-analar farzandlarimizga alohida tavsiya qilsak, qat'iy şekilde har qandaq bevosita oilachi tunuydigan yaxshi shu balımı tunuydigan odamlar bo'lmasa, har qandaq birisininki bu kamput yeb qo'yib, "Balla amburaqamda tatliq narsalarga shokolad, kamput o bu" degandek. Bu xalqimizning farzandlarimizning bizni Xitoy bu albatta bunun keyinda Xitoydan boshqa shu nejis qo'llardan boshqasining bo'lishi mumkin emas hamda. Chunki uni taqitayotganlarmi shu bizga o'xshash Uyg'ur malullarning taqitayotganligini bildik, angladik. Cho'qim pat fursati tutilib jazosini çeker deb o'ylaymiz. Lekin farzandlarimizga biz har qanday odamdan u bu narsani qabul qilmasligini, yemasligini, rad qilishini qattiq tavsiya qilishimiz kerak. Farzandlarimizning bu narsaga, bularning changaliga tushmasligi uchun va butun xalqimizning hamma mehmonlarim degandek qo'limizdan kelgancha harakat qilib bu har xil yo'llarga kirib qolgan yoshlarimizni ular degan talaffuzda emas, u biz, ular degan men, u mening millatim, u mentim deb o'ylagan vaqtimizda boshqacha muomala qila olamiz deb qarayman. Alloh subhanahu va taolo go'zal ishlarga, xayrli ishlarga vesile bo'lishga hammamizni muyassar qilsin. Alloh umr bersa yana bir qatimliq suhbatda boshqa bir temada ko'rishguncha aman bo'lg'aysizlar. Assalomu alaykum va rahmatullohi taala va barakatuh.